Assalomu alaykum do'stlar, ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugungi AppSheet darsligimizda biz AppSheetni Telegramga integratsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Endi biz dasturimiz misolida biz qarz yasasak agar Telegramga avtomatik boradigan qilamiz. Ya'ni men qarzni mana kontaktga biriktiraman. Bu kontaktni Telegramga yuboradigan qilamiz. Buning uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Bizni kontaktimizni Telegram ID'si bo'lishi kerak. Ya'ni yuboradigan odam Telegram ID'si bo'lishi kerak. Buni qanday olamiz desak, Telegramda Showjuson bot bor. Showjuson botga kirib, mana xabar yozdim, salom deb, mana bu yerda ID'ni qaytaradi. O'sha ID'ni olishimiz kerak bo'ladi. Bunga saqlanib qo'ydim. Endi qarz berish yasalgan vaqtida yuboradigan qilish uchun bizda AppSheetda automation qismi kerak bo'ladi. Bundan automation yasaymiz. Qarz yaratildi. Mana qarz berish yasalgan vaqtida demak zapros berishini ko'rib chiqamiz. Call webhook tanlaymiz. Custom tipi bo'ladi. URLda demak URL qo'yishimiz kerak. Do'stlar, Telegramda hozir community qurish boshladim. Yaqinda ishga tushdi. appsheet.com.uz domenini ham olib yaqinda ishga tushiraman va Telegramda appsheet.com.uz communitysiga ulanishingiz mumkin. Bu joyda integratsiya qo'llanmalari degan qismi bor. Shundan biz mana Telegramni yozib qo'yganmiz. Agar bu videoni ko'rayotgan vaqtingizda juda ko'p qo'llanma bo'ladigan bo'lsa, hashtaglar orqali topishingiz mumkin. Telegram desiz, mana Telegram avtomatik topib beradi. Demak, URLni kopiya qildik. Bu joyda bizdan bot so'raydi. Bot token, ya'ni Telegramda bilasizlar, akkauntlarga botlar yozadi. Botlar yozish uchun biz bot ochishimiz kerak. Men bot fazerdan mana bot yasab oldim. New bot tugmasini kiritasiz. Mana bot fazer degan botga kiriladi. Bu joydan mana start bosganimizda o'sha keyin new bot komandasini yuboramiz. Bu bot yasayman nomini yubor deydi. Biz nomini yubordik. Endi username yubor, oxiri bot bilan tugasin deb yuboradi. Biz appsheet.com uz botni yozdik. Mana bizga token yasab berdi. Bu tokenni copyright qilamiz. Va bu joyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana saqlanib qildik. Endi bizdan so'raydi turini post tanlaymiz. Buni o'sha gruppada ham qo'llanmada olishingiz mumkin. Mana API method post degani. Hop, endi bodyni joylashtir dedi. Bodyni mana pastga joylashtirganman. Bodyni olib kelib qo'yamiz. Bu joyda chat IDni qo'yishimiz kerak. Demak, biz bu text formatida, mana text formatida bu joyda o'zgaruvchilardan foydalanish uchun bu ishoralardan foydalanamiz. Demak, kontaktning Telegram IDsi. Telegram IDsi mana. Endi biz qo'shtirnoqlarni berishimiz kerak, chunki Telegramga shu orqali zapros beriladi. Test esa bu joyga yana qo'shtirnoq concatenate bir nechta qiymatni birlashtirib berish funksiya. Sizga mana bu yerda qarz qanchaligi, so'm qarz berildi. Mana sizga so'm yoziladi, so'm qarz berildi. Qiymati mana saqlanib qildik. Endi bizga mana bu biz yasab olgan botdan xabar kelishi kerak hozir. Buning uchun dataga o'tib oldik. Qarz berishni qo'shamiz. Mana kontakt tanlayman. 1 million so'm saqlanib bossam agar bu joyda загрузка ketadi. Загрузка tugagandan keyin mana Telegramimizga qaraydigan bo'lsak, bot yozgan bo'ladi. Sizga 1 million so'm qarz berildi. Bu umumiy Telegramni integratsiyasini ko'rib chiqdik. Endi buni turli xil maqsadlarda, turli xil ko'rinishlarda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarimizda mana qarz muddati o'tib ketgandan keyin har kuni yuboradigan qilishlarni o'rganishimiz mumkin yoki to'lov yaqin qolganda qarz ma'lumot yuboradigan qilishimiz mumkin va savol kelishi mumkin. Botimizga o'sha hammaga endi shunaqa ID'sini tashlab o'tiradimi?
qanaqa bo'ladi bu yoq deb so'rashinglar mumkin. Uni yechimlarini, ya'ni botga hamma o'zi start bosadi. Start bosganda bizni bazamizga biriktirib qo'yishni keyingi darslarimizda o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sahifamga obuna bo'ling va AppSheet imkoniyatlarini o'rganishda davom eting.